2026 yilgi Chevrolet Bolt zamonaviy elektr avtomobillar orasida eng qiziqarli modellardan biri sifatida e'tiborni tortmoqda. Ushbu model yangi dizayn, yaxshilangan texnologiyalar va samarali energiya tizimi bilan keladi. Avtomobilning tashqi ko'rinishi yanada agressiv va aerodinamik shaklga ega bo'lib, old qismidagi LED faralar va yopiq panjara uning elektr ekanligini yaqqol ko'rsatadi. Yon tomondan qaralganda silliq chiziqlar va sport uslubidagi gildiraklar avtomobilga dinamik ko'rinish beradi. Orqa qismida esa zamonaviy chiroqlar va ixcham dizayn uni yanada jozibador qiladi. Ichki salon ham sezilarli darajada yangilangan bo'lib, minimalistik dizayn va raqamli texnologiyalar asosiy o'rinni egallaydi. Katta sensorli ekran, raqamli panel va qulay o'rindiqlar haydovchi va yo'lovchilar uchun maksimal qulaylik yaratadi. Materiallar sifati yaxshilangan va premium hissiyot beradi. Avtomobil ichida shovqinsiz harakatlanish imkoniyati mavjud bo'lib, bu elektr transport vositalarining asosiy afzalliklaridan biridir. Texnik jihatdan 2026 Chevrolet Bolt kuchliroq batareya bilan jihozlangan bo'lishi kutilmoqda. Bu esa uzoqroq masofani bosib o'tish imkonini beradi. Bir martalik zaryad bilan avtomobil yuzlab kilometr yo'l bosishi mumkin. Bu esa uni kundalik foydalanish uchun juda qulay qiladi. Tez zaryadlash funksiyasi yordamida qisqa vaqt ichida batareyani sezilarli darajada to'ldirish mumkin. Bu esa uzoq safarlarda ham muammosiz harakatlanishni ta'minlaydi. Haydov tizimi ham ancha takomillashtirilgan bo'lib, silliq va jim yurishni ta'minlaydi. Tezlanish darajasi elektr motor tufayli juda yaxshi va avtomobil tezkor reaksiyaga ega. Shuningdek, xavfsizlik tizimlari ham zamonaviy darajada bo'lib, avtomatik tormozlash, yo'lni kuzatish va boshqa ko'plab yordamchi funksiyalar mavjud. Bu esa haydovchini va yo'lovchilarni maksimal darajada himoya qiladi. 2026 Chevrolet Bolt nafaqat ekologik toza, balki iqtisodiy jihatdan ham foydali hisoblanadi. Yonilg'i xarajatlari yo'qligi va xizmat.